Bir reklamani, ya'ni tog'origa nimadir solib yuvayotganini ko'rdik. Qani tomosha qilamiz. Reklama qilyapsiz. Xo'p, buni orqasida instruksiyasi bor. Kiyimizda yetib turadi buni. Qadr ishlatmaysiz. Mahallangizda qatnoq oldilar bunaqa aytdi. Sizdan so'rab Demak, ko'chadan chiqib ketsa, shu odam ketdi deb bilishar ekan. Albatta aka, Shu reklama ekan, bir bor ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Natija bersa, albatta, hayot mobaynida hech kirib yurganmisiz? Yo'qmi? Qo'lda. Ha, qo'lda. Qo'lda yurgan. Qo'lingizga yurganmiz. Albatta, yurganmiz. Biz ham majburmiz hozir shu kunlarda o'shancha qiziqyapmiz-da. Rahmat aka, men keyingi safarga yuvib kelaman, yoningizda o'tib ketaman. Xijini siz topasiz mendan. Bu narsa uyga borib kelganimga bering, ishlab ko'rsinlar. Rahmat. Hatto topishga yetsa, mashkala akamni olaverasiz akajon. Buni kelishdik. Aka, savdolaringizga baraka, sog' bo'ling. Xo'p. Biz oyoq kiyim, ya'ni qishga taraddud ko'rayotgan holatda oyoq kiyimlarning eng sifatlilarini sotayotgan akamiz oldiga keldik va albatta ko'rishamiz. Pulga tegmayapti. Ha, hozir savdolar bir kunda qanchalik topyapsiz, sir bo'lmasin? Yo, endi uni biz har xilda bilmaymiz biz. Sizga savol aka, sovqatmayapsizmi? Yo. Ha, endi bitta narsa ekan, xalqimizda bir naql bor-da. Pul bo'lsa, issiqqina, Pul bo'lsa suramiz. ha, so'ra. Pul tushyapti, siyapmiz. Savdolaringizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Demak, qaraganda biz hozir qovun tarvuz sotayotgan bozorga kirib kelyapmiz. Assalomu alaykum. Hurmatli akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hech puldan narxlari o'rtacha. Bu qovunni kilosi 5000 so'mdan mana shu. Bu nomi nima bu qovun tarvuz? Kampir qovun aka. Nima qovun? Kampir qovun. Kampir qovun. Gulobi. Gulobidan so'yib qo'yib kampir nomi shunaqa. Ha. Bu qovunlar isi bular. Sizlardanmi bular ham? Bizdan aka mayda qovun bu. To'g'risini aytaman-da. Bu yoqqa keling-da. Qovun o'zidan so'yib yeysizmi? Ha, mashina bu to'lqin o'zimizga. Otganni olib chiqdik. Kam bo'lmay, qayerdan olib keldik? Jizzaxdan aka. Jizzaxdan. Dehqonsiz. Dehqon. Sal dehqon. Aniq dehqon. Savdolaringizga omad tilaymiz. Rahmat yana bir bor. Qovunni, ya'ni shirinligini tatib ko'ramiz. Aka, sizlar qarab o'tiringlar endi. Yuramiz. Albatta. Qovunni mazasini sinab ko'ramiz. Juda ham mazali ekan. Taklif qo'yamiz. Nomini nima dedingiz? Globa degan qovun ekan. Bu tatib ko'rdik, juda ham shirin. Rahmat. Nima xususiyati bor bularda? Bu oshli yamadi. Bu yaponlarning qushidanmi? Bu qushlardan birortasini olganingizda yoki qafas holatga qo'yib yuborganmisiz? Yo'q, buni qo'yib yuborsiz o'lib qoladi. Tashqari tabiatda o'lib qoladi. Odam qo'lida yaxshi yashayveradi. Ha. Bizga misol uchun mana siz syomka qilyapsiz. Bizga bir bepul berasizmi birorta qush? Sizga beraman. Albatta hazil. Biz ham qush olmoqchimiz. Xudo xolasa, ikkita yaxshisidan berasiz. Bo'ldi. 160 bering. Doni bilanmi? Qo'lingizni bering. 150 ga bo'laveradimi? 155 bering. 5000 ga bolalarga xo'rasdan topib olaman. Rahmat, biz oldik bu qushni, xudo xolasa boqamiz deb yaxshi niyatda. Hozirga kelib aziz muxlislar, mana kuyovlikda kiyadigan tonlarni faqat kuyovlikdan keyin bir marta kiyyapti-da, keyin kiymayotgan muxlislarimiz ham topiladi. Hozir aynan shu bozorda milliylikni, ya'ni milligimizni ko'rsatadigan ton qolaversa chiqarsizlar. Do'ppi menga kiygizishi vardı. Bak yarashgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hozirgi sizga savolimiz shuki, bu qo'lda tikilgan yoki qo'lda tikilmagan chorpadan farq bo'ladimi? Bo'ladi. Mana ularimiz qo'lchoq, o'tirib tikamiz. O'zingiz shaxsan tikishni bilasiz. O'zim bilaman, tikaman. Bir kunda nechta chorpa tikish mumkin? Bir kunda endi qo'lda jicha qiyin bo'ladi-yu, 1-2-3 kunda bitta bitishi mumkin. Ha, yoshligimizda tonni ko'p kiyishgan bolalar, onalar ton olib berishardi, yur bolam deb, kichikdan kattasigacha. Hozirga kelib ton kiyayotgan odamlar kamayib ketdi. Sizga bularga e'tiboringiz qanaqa bo'lyapti, ya'ni fikringiz? Yo, men aytardimki, bu qurutdan qolgan ota-bobolarimizdan Bu tonni foydasi bor deb o'ylaysiz? Foydasi bor deb o'ylayman. Chunki beli, qizalari o'ralgan, bolalari siqqina shamollamaydi, kasal bo'lmaydi. O'zi ahamiyat qilayotgan bo'lsa, tonni kiygandan keyin anchagina teri og'yapti menda. Hozir ancha issiqligi bildiryapti. Ha, bildiryapti. Bo'lgan sari biz suramiz. Savdolaringizga baraka tilaymiz. Hozir kuyov bo'lsam bo'laverar ekan-a? Bo'laveradi. Endi ayam keyin eshitib qolsa, baloga qolib ketamiz omili birgalikda. Bolalarim bor meni. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.
yo'q yaxshimisiz birodarlar qaranglar hayot aka to'g'ri gapda mindon sentri qolmadi magazin qolmadi qassobxona qolmadi sizni uchratmaymiz desa bozorda ham uchratib turibmiz savolda sizga aynan nima ish bilan shug'ullanasiz Oshpaz. oshlarda aynan hozir qanday guruch bilan ko'proq To'yda egalariga bog'liqda. Nima desa o'shanda qilib qanday taklif qilasiz qanday guruchlar Endi taklif qilamiz alinga lazim. go'shtsiz ham bo'laveradi Go'shtsiz bo'laradi. go'sht bo'ladi kartoshka qo'yadimi o'rniga Yo'q, go'sht qo'yadi. go'sht bo'lmasa tuxum bilan ham qo'ysa bo'laveradi Yo'q, tuxumni choyxonada qo'yib beraman. rahmat salomat bo'ling to'xta aynan bizni kuzatayotgan boru olisda safarda kuzatayotgan akalarimiz ham borda shularga bir yaxshi bir gapirib Ular o'zlarini ehtiyot qilsin, omadlarini bersin, ro'zg'orlarida kamchilik bo'lmasin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nimaga niyat bo'lsin, niyatlarga yetsin. muxlislar mana bugun dehqon bozoridagi videoroliklarimizni sizlarga taqdim etdik va keyingi videoroliklarda yana siz kuzatishda davom eting. Xudo xolasa yana siz bilan yana ko'rishamiz va albatta kuting, keyingi davomi qolgan joylarda yana davom ettiramiz. Kechirasiz, ozgina bozorligim bor edi. Hozir chiqaman.